Qadrdonlar, Masjidul Haramda tahorat qilishli lozim bo'lib qolsa, diqqat qilamiz, hojat emas, faqat tahorat qilish lozim bo'lsa, to'g'rimizda Ruknul Yamoniy. Ruknul Yamoniydan mamnun chiqasiz. Mamnun chiqqaningizdan keyin xuddi mana shu zina bilan eskalatorlarni ko'rasiz. Xuddi shu zina va eskalator. Eskalatorda babur raqam 5-raqam King Abdulaziz darvozasi bu tarafga yuring ishorasi turibdi va yana King Fahd, ya'ni Fahd darvozasi, Qirol Fahd darvozasiga bu yoqqa yuring. Safo Marvo mana belgilar, alomatlar ekranda mana xuddi shu yozuvlarni ko'rasiz. Mana bu zinalar, eskalatorlar va shu yerdan yuramiz. Aynan shu zinalarni tagida mana Mavodir Rijal yozib qo'ygan. Mana belgisi. Mana bu yerda tahorat xonasi. Mana tahorat xona. Mana burası ishlab ko'rsatdik. Suvlari mana ishlab turibdi. Bemalol tahoratingizni qilib olib, keyin yana umringizni, tavofingizni davom ettirasiz.